Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari, hamkasblar, bo'lajak o'qituvchilar. Va nihoyat, va'da qilinganidek, bugun siz bilan First Lady Niner ustoz Ma'mura Yo'ldoshevaning o'z darslarida warm up yoki leading sifatida aktiv qo'llab kelayotgan Mentimeter platformasi haqida gaplashamiz. Oldinroq Telegram kanalimda Ma'mura Yo'ldoshevaning o'qituvchilar uchun treyningidan resurslar va tavsiyalar haqida post joylagan edim. To'liq postni Telegram kanalimda o'qishingiz mumkin. Bugun esa biz Mentimeter platformasi haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Mentimeter nima? Mentimeter Kahoot yoki Quizzes kabi onlayn interaktiv platforma. Unda so'rovnomalar, testlar, slaydlar va boshqa bir qatordagi interaktiv kontentlarni yaratish mumkin. Platforma kimlar uchun mo'ljallangan? Platforma o'qituvchilar, talabalar va umuman olganda ta'lim sohasiga tegishli bo'lmagan shaxslar va jamoalar tomonidan qo'llanilishi mumkin. Demak, platformani qo'llash bo'yicha ayrim testlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yuqorida aytilganidek warm up, ya'ni darsni eng boshlang'ich qismida o'quvchilarga mavzu bo'yicha tushuncha berish yoki mavjud bo'lgan bilimni tekshirib ko'rish uchun, yoki ingliz tili darslarida mana shu yerda ko'rsatilgandek break the ice, o'rtadagi muzni demak yorish uchun qo'llanilishi mumkin. Ya'ni deylik o'sha birinchi darslarda yoki tanishuv darslarida ayni muddao menimcha. Va qarang, demak har bitta savolga instant tezkor javob olish mumkin, tezkor feedback olish mumkin. Bu deylik so'rovnoma bo'lishi mumkin yoki mavzuga tegishli bo'lgan yoki o'tgan darsdagi mavzuni tekshirib ko'rish uchun berish mumkin bo'lgan savollar bo'lishi mumkin. Yoki evaluating understanding, ya'ni deylik mavzuni talabalar, o'quvchilar, tinglovchilar tomonidan tushunganlik darajasini tekshirib ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, qanaqadir holatlarda qaror qabul qilish uchun ham qo'llanilishi mumkin. Demak, o'qituvchini akkauntida mana shunaqa ko'rinsa, participant, tinglovchi talabalarimiz o'zlarining devicelari, o'zlarining moslamalaridan kirishadida mana shunaqa holatda ko'rishar ekan. Umuman olganda, demak Kahoot, Quizzes va boshqa platformalarga o'xshab ketadi. Xo'sh, demak platformadan foydalanish uchun birinchi o'rinda mentimeter.com saytiga kiramiz va bizdan ro'yxatdan o'tish yoki akkauntga kirish talab qilinadi. Keling ro'yxatdan o'tamiz. Tezkor va oson yo'li bu Google akkaunt bilan ro'yxatdan o'tish. Va bizda mana shunaqa bosh sahifa, dashboard paydo bo'ldi. Demak, yuqorida platformadagi ko'p qo'llaniladigan savol turlari bor. Ularni imkon darajasida ko'rib chiqamiz. Demak, yangi Menti qo'shish uchun mana shu tugma bosilar ekan. Bu yerdagi content turi Menti deb atalar ekan. Bilamiz, Kahootda Kahoot deyiladi, Quizzesda assessment yoki quiz deyiladi. Bu yerda demak bu Menti ekan. Juda ham yaxshi, yangi Menti yaratamiz. Interfeysimiz mana shunaqa ko'rinishda, sodda, menimcha minimalistik ko'rinishda ekan. Elementlarni joylashuviga ko'ra Kahootni ham eslatdi. Demak, savollar turlari mana shunaqa 4 ta kategoriyaga bo'lingan ekan. Yuqorida interaktiv so'rovnomalar uchun savollar, demak undan keyin quizlar uchun musobaqali savol turlari, keyin esa taqdimotlar uchun kontent turlari bor. Bu yerda matnlar, turli xil demak rasm, tasvirlar kiritish mumkin va so'ngida integratsiyalar bor ekan boshqa platformalar bilan. Xo'sh, demak yuqoridan boshlaymiz. Birinchi savol turi bu oldie but goodie, biz sevadigan multiple choice savol turi ekan. Yuqorida bu savol turlarini darslaringizda qanday qo'llashingiz haqida aytib o'tdim. Lekin aynan ingliz tili darslarida qo'llash shart emas. Istalgan fan o'qituvchisi, istalgan chet tili o'qituvchisi ham
demak o'z darslarida qo'llashi mumkin. Bu yerda mavzuga tegishli yoki mavzuga kirish uchun yordam beradigan savollarni qo'yishingiz mumkin. Men shunchaki misol tariqasida mana shunaqa savolni qo'yaman. Demak, yuqoriga savolni qo'ydik. Ana endi mana bu yerda option, demak o'sha tanlov qismiga javob variantlarini kiritamiz. Mana shunaqa javob variantlarini kiritdik. Demak, to'g'ri javobni belgilashimiz mumkin agarda to'g'ri javobni tanlash talab etilsa. Agar shunchaki talabalarni bilim darajasini sinab ko'rish uchun yoki qanaqadir demak talabalarni yoki o'quvchilarni ma'lum bir javoblarini ko'rish uchun bo'ladigan bo'lsa, bu joyni bo'sh qoldirishimiz mumkin. Shuningdek, yana bitta so'zlama bor ekan, bu bir nechta javoblarni to'g'ri sifatida belgilash. Bu ham juda ham yaxshi funksiya. Demak, show responses live. Jonli ravishda javoblarni ko'rsatish. Albatta javoblarni ko'rsatishimiz kerak. Bu bevosita o'quvchilarning diqqatini jalb qiladi nazarimda. Demak, text color yulduzcha nimani bildiradi? Demak, menimcha siz allaqachon bildingiz. Bu mana shu funksiyaning pullik ekanligidan dalolat beradi. Hech qisi yo'q. Bizga bu funksiya juda ham menimcha muhim deb o'ylamayman. Davom etamiz. Mana shu ma'lumotni turli xil demak vizual ko'rinishda taqdim qilishimiz mumkin ekan. Bu demak bar chart ko'rinishida, donut ko'rinishida, poncha ko'rinishida, demak pie chart, pyro ko'rinishida va dots nuqtalar. Shaxsan menga bar chart ma'qul bo'ldi. Mana shunda turgani yaxshi. Shuningdek, yana bitta qo'shimcha so'zlama bu foizlarni ham ko'rsatish. Menimcha bu ham juda ham yaxshi funksiya. Demak, davom etamiz. Keyingi savol turiga o'tishimiz mumkin. Bu word cloud. Ma'mura Yo'ldasheva o'z darslarida ko'proq aynan mana shu savol turidan foydalanishini aytgandilar. Keling, uni tekshirib ko'ramiz. Demak, bu savol turini yuqoridagidek turli xil maqsadlarda mavzuni qaytarish uchun yoki qanaqadir yangi mavzuga kirish uchun qo'llashimiz mumkin yoki bu masalada o'quvchilarni fikrini demak bilishimiz uchun ishlatishimiz mumkin. Imkon qadar qisqaroq javob talab qiladigan savol berishimiz kerak. Meni o'zim aynan bu savol turini boshqa platformalarda, masalan Quizzes yoki ClassPoint platformalarida qo'llab kelaman. Yo darsni boshida yangi mavzuga kirishimizda o'sha mavzudan xabardor ekanmi yo'qmi deb tekshirishim mumkin yoki exit ticket, ya'ni o'sha chiqish bileti deymiz. Demak, darsga feedback olish uchun ishlatishim mumkin. Masalan, bir so'z bilan qanday baholaysiz? Mana shunaqa demak savol berishimiz mumkin va o'quvchilaringiz bevosita o'z javoblarini beradi va u javoblar mana shunaqa yig'ilib chiroyli shaklga keladi. Ayniqsa bu ekranda, proyektorda, interaktiv doskada yoki deylik o'sha televizorda ham chiroyli ko'rinadi. Demak, o'ng tomonda so'zlamalarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda label bor ekan, ya'ni qisqaroq instruksiya, qanaqadir ko'rsatmani yozish mumkin bo'lgan joy. Bu yerni bo'sh qoldirishingiz ham mumkin. Pastki qismda esa qo'shimcha demak batafsil ma'lumot berishingiz mumkin. Bu talabaga, o'sha o'quvchiga, tinglovchiga ko'rinar ekan. Menimcha bu yerni to'ldirishimiz shart emas. Xo'p, demak, davom etamiz. So'zlar buluti mana shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Keyingi savol turi. Keling, demak, scales ni ko'rsak. Demak, shkalali savollar. Bu yerda demak, qanaqadir darajalangan javob berilishi mumkin. Savolni yozishimiz mumkin. Bugungi mavzuni qanchalik yaxshi tushundingiz? Mana endi bu yerda o'sha
javob variantlarini kiritishimiz mumkin. Demak, birinchi javob varianti qoniqarli. Keling, qoniqarsizdan boshlaylik. Qoniqarsiz, qoniqarli, yaxshi va a'lo. Albatta, bu savollar o'zbek tilida bo'lishi shart emas. Qaytaraman, aynan ingliz tili o'qituvchisi bo'lishimga qaramay, sizga tushunarli bo'lishi uchun, chunki menimcha meni boshqa fan o'qituvchilari ham kuzatishlari mumkin. Demak, tushunarli bo'lishi uchun savollarni o'zbek tilida beryapman. Ingliz tili darslarida bevosita target language, ya'ni o'sha chet tilini o'zidan foydalanish tavsiya qilinadi. Demak, bizda javob variantlari tayyor. Qo'shimcha yana savolga variantlar qo'shishimiz mumkin ekan. Menimcha mana shu to'rtalasi yetadi. Va ularning o'rtacha, demak, qiymatini ko'rishimiz mumkin. Agarda mana bu sozlama yoniq bo'lsa, statements can be skipped. Demak, ular o'sha o'quvchi tomonidan bekor qilinishi ham, ya'ni o'tkazib yuborilishi ham mumkin ekan. Tushunarli. Bularni albatta keyinroq amaliyotda sinab ko'ramiz. Hozircha mana shunaqa sozlamalar bilan demak cheklanamiz. Xo'p, keyingi savol turiga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda savol turlari ko'p va yuqoridagi bo'limda faqatgina bittagina quick form degan savol turi pullik akkauntda demak qo'llanilishi mumkin ekan. Qolganlari esa bepul. Har biriga tutsangiz, animatsiyada ulardan qanday foydalanish mumkinligi ko'rsatilib o'tyapti. Demak, meni yana bitta qiziqtiradigan savol turi bu open ended, ya'ni ochiq javobni talab qiladigan savol. Ko'rib turganingizdek, yuqorida savol paydo bo'lar ekan, pastda tinglovchilar, o'quvchilar, talabalarimiz o'zini javoblarini berishlari mumkin. Juda ham yaxshi, aynan bitta demak so'zni yoki bitta aniq javobga ega bo'lmagan savollarni berish uchun. Xo'p, keling endi quiz qismiga o'tamiz, ya'ni shu testlarga, musobaqali testlarga. Bu yerda ancha soddaroq savollarimiz bor yo'q ikkita turda bor. Bu select answer, yana o'sha ko'p variantli savol va typing. Ya'ni demak bo'shliqlar yoki deylik o'sha aynan matnni terish orqali beriladigan javob. Xo'p, demak har biriga bitta savol tuzamiz. Keling, birinchi o'rinda multiple choice dan boshlaymiz. Xo'sh. Are you good at Keling, endi mana shunaqa deylik savol beraylik. Ularni ing ya'ni o'sha harakat nomini tekshirib ko'rish uchun. Javob variantlarida turli xil variantlarni ko'rsatishimiz mumkin. Demak, to sing, singing, to singing. Mana shunaqa. Va bevosita to'g'ri javobni belgilashimiz kerak. Singing. Demak, qarang. Yuqoridagi so'rovnomalardan farqli o'laroq bu yerda tezroq javob beriladigan javobga ko'proq ball berish imkoniyati bor ekan. Bu yuqoridagi so'rovnoma savol turlarida yo'q edi. Albatta, bu gamifikatsiya elementi bevosita talabalarni, o'quvchilarni diqqatini tortadi va menimcha sog'lom raqobatni targ'ibot qiladi. Demak, pastki qismda esa biz savolga beriladigan vaqtni belgilashimiz mumkin. Menimcha bu savolga 15-20 sekund yetadi. Leaderboard. Leaderboard bu bilasiz, Kahoot'da ham, Quizizda ham bor. Bu demak yetakchi o'rinda ketayotgan talaba, o'quvchi, demak tinglovchilarni ko'rsatib turadigan ma'lum bir sahifa. Albatta buni qoldiramiz. Pastki bandda esa har bitta savolga musiqa tanlashimiz mumkin ekan. Juda ham yaxshi. Aynan qanaqadir yana yangilik qo'shish uchun menimcha qo'llash mumkin. Men hozircha
bu funksiyani o'chirib qo'yaman. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek bizda leaderboard sahifasi paydo bo'ldi. Lekin testimizni hali natijalari bo'lmaganligi uchun bu yerda natijalar yo'q. Tushunarli. Ana endi ikkinchi savol turini sinab ko'ramiz. Kataklarni to'ldirish. Demak, bu savol turida javob aynan bir so'z bo'lishi kerak. Demak, xuddi shu savolni keling, mana shunaqa formatda beramiz. Endi mana bu yerda to'g'ri javobni kiritishimiz kerak bo'ladi. Agarda savolingiz alternativ javobni yoki alternativ imloni talab qilayotgan bo'lsa, to'g'ri javobni bir nechta ko'rinishda berishingiz mumkin. Bu juda ham yaxshi funksiya, chunki ba'zi holatda bitta savolga javob bir nechta bo'lishi mumkin. Juda ham yaxshi. Bu yerda ham demak tezroq berilgan javob uchun ko'proq ball berish funksiyasini yoqib qo'yishimiz mumkin. Vaqtni esa demak 20 sekunddan 30 sekundga o'zgartirganimiz yaxshi, chunki bu yerda javob terilishi kerak, matn bilan yozilishi kerak. Zo'r. Bo'ldi. Quiz savolini ham qo'shdik. Endi keyingi bandda content qo'shishimiz mumkin, ya'ni deylik slaydlarimizni kiritishimiz mumkin, matnlarimizni tasvirlar bilan, rasmlar bilan. Menimcha bu bandi ko'pchilik uchun qiziq bo'lmasligi mumkin, chunki bevosita ma'lumotlar PowerPointda yoki Canva orqali ham berilishi mumkin. Demak, Mentimeterda esa faqat ularni tekshirish uchun yoki yuqoridagidek so'rovnomalar uchun o'tkazishimiz mumkin. Lekin shunaqa bo'lsa-da, bu funksiyalar borligi odamni quvontiradi. Aynan videoni qo'shish mumkinligi meni biroz xursand qildi. Nimaga? Chunki quizizda multimedia vositasini qo'shish faqat pulli akkauntda iloji bor. Kahootda ham shunaqa. Demak, bu yerda esa ko'rib turganingizdek bu bepul funksiya ekan va mana bu yerga shunchaki demak videoni URL manzilini qo'ysak, linkini qo'ysak kifoya. Juda ham yaxshi. YouTube'ni ochib, o'sha videoni kirib ko'rishdan ko'ra tayyorlab qo'ygan ancha afzalroq. Xo'p, bu savol turini o'chirib qo'yamiz. Bizga ayni paytda kerak emas. Oxirgi bandiga boradigan bo'lsak, bu yerda boshqa platformalar bilan integratsiya bor. Demak, bizda Google Slides bor, PowerPoint va Miro. Va ko'rib turganingizdek asosiy o'sha slaydlar bilan, kontent bilan tegishli bo'lgan platformalarni integratsiya qilish pullik akkauntda mavjud ekan. Keling, mana shu savollarimizni tekshirib ko'rishdan oldin endi narxlar haqida gaplashsak. Demak, platformani narxlari o'ta qimmat deb ayta olmayman. Ayni paytda biz bepul akkauntdamiz. Demak, bepul akkauntni chegaralari bor. Demak, bepul akkauntda bor yo'g'i 1 oy ichida 50 kishi qatnashishi mumkin. Demak, mana shu siz tomoningizdan yaratilgan mentorlarni bor yo'g'i 50 kishi bilan qo'llash mumkin. Bu bir dars davomida emas, umuman 1 oy uchun berilgan limit. Lekin bu yerda o'sha 1 oyda 1 marta cheksiz foydalanuvchilar bilan bitta sessiya berilar ekan. Yaxshi. Lekin menimcha deylik sizni 10 ta o'quvchingiz bo'lsa, 5 kunda bu limitni demak tugatishingiz mumkin. Savol turlarida cheklovlar deyarli yo'q. Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, ayrim savol turlari faqat yulduzcha bilan belgilangan va ularni jamoangiz bilan, ya'ni bir nechta o'qituvchilar yoki bir nechta talabalar birgalikda tahrirlashingiz mumkin. Yaxshi. Keyingi akkaunt turi bu basic. Demak, $10 ekan agarda siz o'qituvchi yoki talaba bo'lsangiz. Bepul tarifdan asosiy farqi bu uning cheksizligida. Ya'ni endi o'quvchilar, tinglovchilar masalasida 50 kishi emas, balki unlimited, cheksiz ekan va bevosita slaydlarni Google Slides, PowerPointdan integratsiya qilishingiz mumkin va natijalarni esa Excelga eksport qilish mumkin.
Demak, Kahoot'da Quizizda bu bepul. Demak, bu yerda esa pullik akkaunti mavjud ekan. Va Pro akkaunt bu tavsiya qilinayotgan akkaunt turi Pro akkaunt. Demak, bu yerda yuqoridagilardan tashqari savollarga o'zingizni brendingizni, logotipingizni qo'shish mumkin ekan va agarda bu tariflar sizga yetarli bo'lmasa, maxsus custom tarif ham mavjud ekan. Xo'p. Keling endi orqaga qaytamiz biz yaratayotgan kontentni ko'rish uchun. Xo'sh, bizda 7 ta slayd paydo bo'ldi. Adashmasam mana shu yerda instructions degan joyni ko'rdim. Mana u. Bu slaydni birinchi qo'yib qo'yganimiz ma'qulroq, chunki talabalarimizga bu platformadan qanday foydalanish mumkinligini ko'rsatib turibdi. Umuman olganda Quiziz yoki Kahoot'dan foydalangan talaba o'quvchilarimiz muammosiz Mentidan ham foydalanishi mumkin. Qiziq bitta ma'lumot, talabalar uchun varianti Menti deb aytilar ekan. Demak, manzili ham boshqacharoq. O'qituvchilar mentimetr.com saytiga kirishsa, demak talabalar mana shu resursdan foydalanish uchun menti.com saytiga kirishar ekan. Endi keling biz buni sinab ko'ramiz. Demak, kodimiz mana shunaqa ekan. Telefonimdan foydalanishni afsuski ayni paytda iloji yo'q, chunki telefonimdan syomka uchun foydalanyapman. Shuning uchun mana shunaqa tablarni vkladkalarda almashtirib turamiz. Demak, men kirdim talaba sifatida, mana shu deylik, mana shu qurilmadan kirdim. Ana endi o'qituvchi demak, mana shu kontentni talabalarga yetkazish uchun va savollarni bevosita yetkazib berish uchun present tugmasini bosishlari kerak. Demak, mana shu yerda o'quvchilarimiz o'zlarini qurilmalaridan QR kodni skaner qilib yoki menti.com saytiga kirib mana shu kodni terishlari mumkin. Hozir men qilganimdek. Mana talabani qurilmasida mana shunaqa demak kontent paydo bo'ldi. Instructions juda ham yaxshi. Slaydni ham ko'rib turar ekanmiz. Bu agarda sizni sinfingizda proyektor, televizor yoki interaktiv doska bo'lmasa, menimcha asqotadi. Chunki talabalar, o'quvchilaringiz, tinglovchilaringiz demak kontentni o'zlarini qurilmalarida ko'rishi mumkin. Xo'p, davom etamiz o'qituvchi sifatida. Esingizda bo'lsa, birinchi savol turimiz bu mana shunaqa multiple choice edi. Mana. Demak, talabani o'quvchini qurilmasida chiqdi bu savol. Demak, javobni belgilaymiz. Shunchaki, demak, mana shu ikki javobni tanlaylik. Bu yerda to'g'ri javobni bermaganligimiz uchun aynan to'g'ri yoki noto'g'ri feedbackga chiqmayapti. Shunchaki necha kishi mana shu javobni tanlaganligini ko'rsatish mumkin. Lekin siz to'g'ri javobni ham belgilashingiz mumkin ekan. Xo'p, yaxshi, davom etamiz. Har ikkala tomonda ham ko'rindi. Demak, o'quvchining, tinglovchining javobi. Keyingi savol turiga o'tamiz. Bu word cloud, so'zlar buluti edi. Ana endi mana shu savolga o'quvchining qurilmasidan javob beramiz. Javoblar demak 3 tagacha berilishi mumkin ekan. Demak, keling men birinchi javobni beraman. Ajoyib. Va mana javobim mana shunaqa chiroyli animatsiya bilan paydo bo'ldi. Demak, hamma talabalar javoblarini kiritar ekan, so'zlar ko'payib, ular chiroyli bir shaklga keladi. Xo'p, biz o'qituvchini qurilmasidan keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimiz bu shkala edi, tarozi, ya'ni darajalangan savol. Xo'p. Qarang, demak, har bittasiga men har bitta javob variantini darajalashimiz mumkin ekan. Ya'ni qarang, qoniqarsizlikni ham darajalarga ajratish mumkin ekan.
Menimcha buni biroz boshqacharoq holatda qo'llasak bo'ladi. Sozlamalardan to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Keling, mana a'loni eng a'lo darajasini belgilayman. Submit. Aha. Mana shunaqa shkala paydo bo'ldi. Feedback olish uchun juda ham yaxshi savol turi ekan. Xo'p, o'qituvchini moslamasidan davom etamiz. Keyingi savol turimiz quizga keldik. Mana birinchi savol turi boshlandi. Ayni paytda bitta o'quvchi tayyorligini aytishyapti bizga. Demak, boshlaymiz. O'quvchini qurilmasiga qaytamiz. Aha, mana savolimiz. Are you good at sing? Endi javob variantini tanlashimiz kerak. Vaqtimiz ketyapti timer bilan. To'g'ri javob deylik singing. Va to'g'ri javob birdaniga feedback bilan berildi. Mana correct to'g'ri ekanligi aytib o'tildi. Juda ham yaxshi. Tezkor feedback oldik. Keyingi savol turimiz bu matnni kiritish bilan bog'liq edi. Leaderboard Kahoot'dagidek, demak mana shu qatnashuvchi, ishtirokchi yutayotganligini ko'rsatyapti. Afsuski, yana bitta bepul akkauntning kamchiligi, bu haqda yana to'xtalamiz. Ismlarni kiritib bo'lmasligida. Mana shu funksiya bu yerda mavjud emas ekan. Xo'p, keyingi savol turiga o'tamiz. Bu matn kiritish. O'quvchi akkauntiga boramiz. Xuddi shu savolni endi javobini matn ko'rinishida, demak, so'z bilan yozishlari kerak bo'ladi o'quvchilar. Xo'p. Javob variantini kiritdim va to'g'ri javob e'lon qilindi. Men correct degan feedback oldim. Juda ham yaxshi. O'qituvchini moslamasiga qaytamiz. Mana leaderboard yana o'zgardi. Menga yana shuncha point qo'shildi. Xo'p, yaxshi. Bu demak oxirgi slaydimiz ekan. Leaderboard shu bilan undan keyin slaydimiz yo'q. Xo'p, umuman olganda men kutganda ancha a'lo. Chunki ko'p savol turlari Kahoot yoki Quizizda mavjud emas. Kahoot va Quizizda odatda faqat multiple choice va fill in the gaps bor. Qolgan savol turlari, qolgan interaktiv content savol turlari pullik akkauntlarda mavjud. Bu yerda esa aksariyat savollarimiz bepul akkauntda ham bor ekan. Keling, platformaning afzalliklarini aytib o'tamiz. Nega aynan Mentimeterdan foydalanishimiz kerak? Birinchi o'rinda o'quvchilarni diqqatini tortish uchun. O'quvchilarni darsni boshida, deylik, o'sha o'tgan mavzuni qaytarish yoki keyingi mavzuni demak tushuntirishdan oldin kirish qilish uchun juda ham yaxshi vosita. Va boshqa bitta plus tomoni, har xil holatlarda tezkor javob, tezkor feedback olish uchun turli xil savol turlari mavjud. Ularning aksariyati Kahoot yoki Quizizda pullik akkauntlarda mavjud bo'lsa-da, bu yerda u bepul ekan. Bundan tashqari, ko'rib turganingizdek, Kahoot yoki Quizizdan farqli o'laroq interfays, mana shu saytning ko'rinishi ancha soddaroq va menimcha u bilan ishlash sizga muammo bo'lmaydi. Vizual ko'rinishi juda ham chiroyli. Menimcha mana shu yerda afzalliklari tugaydi va kamchiliklari boshlanadi. Demak, platformaning kamchiliklari. Asosiy kamchiliklari bu albatta uning cheklovi. Ya'ni bepul akkauntda 50 kishi bir oyda demak mana shu sizni materiallaringizdan foydalanishi mumkin. Demak, o'sha 50 kishidan oshsa sizning akkauntingiz menimcha bloklanishi mumkin. Lekin yaxshi tomoni bir kunda, o'sha demak bir oyda bir marta sizga cheksiz
foydalanuvchilar qo'shilish cheksiz foydalanuvchilar qo'shilish imkoniyati yaratilar ekan. Umuman olganda o'quvchilar ko'p bo'lmagan guruhlarda foydalanish mumkin. Deylik, siz repetitor bo'lishingiz mumkin yoki o'zingizni yaqinlaringizga demak dars o'tayotgan paytingizda foydalanish mumkin. Yana bitta kamchiligi esa bu o'quvchilar va o'qituvchida ham internetga ulangan qurilma bo'lishi kerakligi. Bu endi faqatgina Mentimeterning kamchiligi emas, bu barcha platformalarga tegishli. Bu qatordagi texnologiyalardan foydalanish uchun bevosita o'quvchilarda, tengdoshlarda ham qurilma va yaxshi internet tezligi bo'lishi kerak. Xo'p, mana bu yerda view results natijalarini ko'rishimiz mumkin ekan. Natijalarimiz mana shunaqa ko'rinishda paydo bo'lyapti. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ularni Excelga eksport qilmoqchi bo'lsangiz, pullik tarifga o'tishimiz kerak ekan. Umuman olganda, menimcha mana shu report, mana shu raportni o'zi ham yetadi menimcha o'qituvchilarimizga. Yakuniy xulosa qilish vaqti keldi. Shaxsan men bu platformaga 10 balldan 8,5 ball berishga qaror qildim. Sizchi Mentimeterga qanday baho bergan bo'lar edingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qolishni unutmang. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Aytgandek, Telegram kanalimizga ham obuna bo'ling. Bu yerda mendan faqat ingliz tili o'qituvchilar uchun, balki barcha pedagoglar uchun foydali kontent ulashaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.